Ko'ringlar, bu mangalni juda ham chiroyli yozgi oshxonani yakunladik bugun. Mana ko'ringlar, juda ham ajoyib chiqdi. Shu chiroyli. Hamma yo'q avvalni bo'lib ketdi buni to'g'risi. Hattoki mana рабочий stol ham avvalni, hamma yo'q arkalar, eshiklar ham avvalni eshiklar qo'yilgan. Ishlashlarini qarang ularni. Ishlayapti. E'tiborli jihati mana mangalni shof tomoni gul qilib chiqarib berdik. Chiroyli qilib agar ko'rgan bo'lsanglar, mana bu tomonlari, bu yoqlarini, tepalarini chiroyli qilib chiqarib berdik. Xo'sh, огнеупорный g'ish 200 dona ketdi ichiga. Yo'lning tepasi polning ichi огнеупорный g'ish bilan ishlatilgan, yonadigan joylari hamma yo'q. Tashqi tomoniga esa 1100 ta oblisovka g'ish, qizil va oq kombinatsiyasi ishlangan. Ikkita o'chog'imiz, bittasi 30 litrli va bittasi 22 litrli. Bu yerga moyka bo'ladi, narigi tomonga gaz plita. Bu yerga esa 2 metrli kattagina рабочий stol, ostrov deb qo'yadi yana bizda. Bu ham shunaqa avvalgi dizayn ishlangan. Chiroyli did bilan mana shuni 6 kun ichida yakunlab berdik. Tez va sifatli, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Ham sifatiga, ham ko'rinishiga, ham ishlashimiz tezroq bo'ladi. Bemalol bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarimiz 97 584 56 55 94 704 0999. Bizni Instagramda, Telegramda hamda YouTube'da ko'rishingiz mumkin. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, biz aloqaga chiqamiz. Ishlarimiz juda ham chiroyli hamda sifatli. Tabiiy uyg'unlik keltirib chiqarib beramiz. Har xil qanaqadir mangalli yonlariga kafellar yopishtirib yoki yonadigan joylarga qora kafel, boshqa narsalar qilmaymiz. Asosiy mana shu tabiiy holatiga, iloji boricha tabiiy holatini keltirib chiqarib beramiz sizlarga. Qorayib ketadi, boshqa bo'ladi degan narsalar bo'lmaydi. Xudo xolisa tortishlari hamma yo'g'i joyida bo'ladi. Hozir prosta ozgina video olishga shoshildik. Qog'ozlar bilan aniq to'liq yonib ketgani yo'q. Yonishiga har doim javob beramiz, yonishiga, ishlashiga har tomonlama ekonomistlik qilib chiqarib berganmiz, xudo xohlasa. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi obyektlarda yana shunaqa videolar olamiz, chiroyli qilib. Biz bilan aloqada bo'ling va bizga obuna bo'lib qo'yinglar va like bosishni ham unutmanglar. Chunki like, haligi kommentariya, obuna degan narsalar haligi nima deydi? Qanaqadir ko'paytirar ekanda bizga unaqa blogger emasmiz, lekin mana shu narsa kerak ekan. Xo'p. Mayli, salomat bo'lasizlar.